Muhammadni haq payg'ambar qilib yuborgan zot haqqi. Iroqdagi podadan qo'y yo'qolsa, qiyomat kuni Umardan bu haqda so'raladi deb qo'rqaman. Iroqda bir hashr qoqilib ketsa, Umardan nega yo'lni tozalamagani so'raladi deb qo'rqaman. Balki fikringizni o'zgartirarsiz, Amirul Mo'minin. Xolidni Shom qo'shini qo'mondonligidan oldingiz. Odamlar Umar nega doim Xoliddan ayb qidiradi deyishyapti. Men hech kimdan ayb qidirmayman. Boshqalardan talab qilganimni undan ham talab qildim. Amirul Mo'minin men sababli Shomni fath qildi. Keyin Qinnisringa vali bo'lishimga rozi bo'ldi. Shom oppoq undek toza, asaldek shirin bo'lgach, meni chetlashtirdi.